Tushda eshik, darvoza ko'rishning ta'birlari. Tushda eshik ko'rish kasb, tanlov, daromadga ishoradir. Tushda eshikning ochilishi yaxshilik, yopilishi qiyinchilikdan darak beradi. Tushda eshikni taqillatish duo qilish deb ta'birlanadi. Eshikning ochilishi duoning ijobat bo'lishidan darakdir. Tushda uyi eshiksiz ekanini ko'rish tartibsizlikka ishoradir. Eshik yasash yoki eshikni qulflash oila qurish haqida taklif, uning qabul qilinishi ramzidir. Tushda darvoza ko'rish mo'l rizqdan darak beradi. Qal'a darvozasi shahar hokimidir. Uyda bir necha eshik borligini ko'rgan kishi tezda boyiydi. Eshik bilan bog'liq tushlar eshikning hajmi, holati, kimga tegishli ekani ma'lum-noma'lumligiga ko'ra ta'bir qilinadi. Darvozaning halqasi va dastasi xabarchi va xabardir. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.